2017-yil 4x4 Carbon, lekin $180,000 narx qo'yib qo'yibdi bunga boru. Necha qimmat bu? 8 yilgi mashina. Hozirlar yangisini ko'rsataman. Qani, yangi minami deylar yoki 4x4 yuborami deylar. Bu haligi elektromobil EQ bir balo. EQ Technology $182,000 G580. Qora. Havoni qaranglar. Aytib o'tgandim, sota olmayapti. Mana mashina. Voy yaramas. Mashinani qaranglar. Hadanchi. Boplabdi lekin, 4x4. Oho, 12 silindr ekan. Orqasi ochiladigan. Traktor bu. 580. Lekin matda yana bittasi turibdi. G-Class boru. Rangi boshqachasi. Voy, mana mashina. Boshqacha? 230,000 ekan bu. Endi bular ham tuzinglar pul bo'lsa kerak, bilmadim nech pul ekan bu venlar. Sog' bo'lasizlar. Lekin havo gap bo'lishi mumkin emas.